Assalomu alaykum xonimlar. Bu kompyuter naushnici emas. Именно cho'nqalarimizga, ya'ni call center qilganmiz, qizlarimiz javob berishadi. Hozir bitta narsani so'rayman. Siz qachondan ishga tushgansiz? 10 kun bo'ldi. 10 kun ichida bizning mahsulotdan yedingizmi, yemadingizmi? Bizning mahsulotdan yedingizmi, yemadingizmi? Yo ochiq oydin. Yemadingiz, to'g'rimi? Bu sojda sizlarning xatoinglar. Bu operator o'zi yemagan narsani klientga mazza qilib aytib bera olmaydi. Uni his qilish kerak, tushundingizmi? Buni yeb ko'rasiz, обязательно aytasiz. Sizcha siz yedingizmi, opa? Yo'q. Mana sizga. Yeysiz, klientga aniq javob berasiz o'shanda. Bu o'zi iste'mol qilmagan narsani birovga maslahat berish, qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri u menga qorong'u, lekin o'zi yeb turib mazza qilib keyin birovga yetkazib berish bu boshqa narsa. Shuning uchun oldin mazasini ko'rasizlar. Uyga borib piyozlar bilan bitta yeysizlar. Yaxshi bo'lsa klientlarga ham dadil. Telefon qilgan odam janazaga qolma yoki nastoyanasi o'lik bo'lsa ham uni tiriltirish kerak. Zo'r muomala qilib, kayfiyat bilan do'da gaplashish kerak. Tanajoningiz sog' bo'lsin. Oldin o'zi yemasdan birovga maslahat berish sag'an noto'g'ri.